O'g'limga bir xabar beray. Ular bilan qandoq xush bo'ladi agar zang urib xabar bersam. $1,000 ham taylarda albatta. Shirin, olay shirin. Bitarmaydi ekan. Xudo biladi, bilsa qancha xush bo'ladi. Tring har daqiqa zang ya. Bularni qandan baxtliman. Kim zang uribdi? Otam zang uribdi. Ya otam bevaqt zang uradi baxsh. Javob bermasa norohat bo'ladi. Alo, assalomu alaykum ota. Va alaykum, sog'sanmi, joninjormi? Sog'sizmi, joninjor, oromli, xayrlimi? Xayr, xayratli. Nima qilib yotibsan? Ota ishlabatimman, mana shu ustidaman. Men bir xush xabar olib kelganman-da senga. Nima xush xabaringiz bor otajon? Shirini taylasang aytaman. Ya ayting, xush xabaringiz. Nima xush xabar? Bitta yeram toza bo'lsin. Zotan musofirlar meni xasta qilgan. Qancha taylaysan? Hamma narsam sizniki ota, hamma narsam sizniki. Shirinlik nima, tamom narsam sizdan. Faqat siz menga bir xush xabarni ayting, nima ekan? Xush xabarni aytaman, seni to'rayaq qilinma, to'rayaq. To'rayaqmi? Qandoq to'rayaq qildingiz ota meni siz? To'rayaq qilinma. Bilmaysanmi to'rayaq nimadi? Ayollarni to'rayaq bilan menki insonman otajon, nima deysiz siz? Bilmaysan, shuncha katta bo'lib xorijga ham yashaysan. Nomzod qildim, nomzod. Nomzodmi? Kim o'zingizga ham xotin oldingiz? O'zingizni nomzod qilib, meni xotin oldingizmi? Seni nomzod qildim, seni. Otajon, qanday siz meni nomzod qilasiz? Men bo'rgaman, siz o'rgasiz. Men qanday bir tan ko'rmasin meni nomzod qilasiz? O'g'lim, qara, sen o'rga bo'lsang, men kishi o'rgaman-da. Yana meni gapim bo'lmaymi? Men seni katta qildim, yashatdim, xorijga yebardim. Meni gapim bo'lmaydi endi. Otajon, gapingiz bo'ladi, hamma gapingiz bo'libdi. Vali, men u qizni ko'rmasi, u qiz meni ko'rmasi, qanday nomzod bo'ladi? Ataqal menga bir xabar bering edi. Undan so'ra nomzod qiling edi. Men ko'rdim. Meni ko'rganimga bobaring yo'qmi? Shu yerga men borman. U qiz bilan men zinday qilamanmi, siz zinday qilasizmi? Sen zindagilik qilsang ham men o'tayman. Meni gapim bo'lsa bo'yat, bildingmi? Xotinni men olib beraman. Seni ko'raring muhim emas. Sen kimsan? Otajon, men boshqa bir qizni deganni yaxshi ko'raman. Boshqa qizni yaxshi ko'rasan, shu qizni men yaxshi ko'raman. Seni yaxshi ko'rganing nima? Otang menmanmi, sensanmi? U qiz bilan men zinday qilamanmi, siz zinday qilasizmi? Men u qizni tonimayman, men qizni olmayman. Menga haqiqat bir xabar bering edi, mendan bir so'rang edi, undan so'ra borib. Jamba ko'p gapirma. Shu qizni yaxshi ko'raman, men zindagilik qilaman. Shu men zindagilik qilaman. Sen ketasan xorijga taylab, oqqa taylab ketasan, meni oldimga qo'yib ketasan. Meni bilan jo'r kelmasa, onang bilan jo'r kelmasa, seni bilan jo'r kelgani qayerda bo'ladi? Bizning bizni tonmasa. Otajon, men boshqa bir qiz deganni yaxshi ko'raman. Men u qizni ko'rmasa ola olmayman. Menga qara, oq qilaman. Uni o'rganing bilan meni bilan jo'r kelmaydi, meni oldimga zindagilik qilmaydi. Otajon, men sizga ehtiromim bor. Hammalarini yaxshi ko'raman, vali men bu qizni olmayman, u nomzod qilibsiz, yaxshi ish qilmabsiz, mendan bir so'rang edi. Mendan norohat bo'lmaydigan, buning uchun menga zang urasiz degan, menga zang urmang. Menga qara, meni gapim bo'lmasa, shu 3 oygacha ishlab pulingni jamlab kelmasang, meni o'g'lamamasdan oqsan. Diga menga zang ham urmaysan, hech qaysiga, shu pomillaringga, ne onangga, ne ukalaringga, ne menga zang urma, oqsan. Gapim bo'lmasa, ket. Men avladim deb og'zimdan uzib senga xotin olib beray, olmayman. Olmasang go'rdoq.